Assalomu alaykum birodarlarim, yaqin qarindoshlarim, uzoqdagi tanishlarim, bilib bilmay qilib qo'ygan xatolarim Alloh taolo o'zi kechirsin. Hozir o'zimcha bunday o'ylanib, oyog'im og'rib yotibman-da. Baylab qo'ygan. Treshinniy bo'lgan. Gipsda. Onam yoniga kelganman-da. Nevaralarimni urishib, nevara ekan-da. Bola ekan. Ukam qo'y go'sht ko'tarib kelsa, bugun 1-mayda osh qilib, kurortga chiqamiz dedik. Mayovkaga bir aylantirib kelaylik. Akam kelganda, Rossiyadan keldim-da men. 1 so'msiz ketib, 1 so'msiz keldim-da, mana aytganda. Avariya bo'lib ketib. Bu gapni ma'nosi, mazmuni nimadan bo'lyapti? Gapni lo'ndasi. Onam bitta chiniga go'sht hisoblab kelib, men bu bitta farsh somsaga solaman-da, mana bunday aytganda. Nevaralarni urishib, qoch nariyoqqa, o't nariyoqqa, bunday qil, eshikka chiq deb turib, enkayib, beli buhra onam 50ga chiqay deb qoldim. Bir kam 50 bo'laman. Mayda 19'ida. Go'sht ko'tarib chiqibdi, kelibdi xonamga. Yeb olgin bolam, quvvat oladi deb. Yuragim zirt dedi. Bularda qo'pol gapirib qo'yaman, urushib yuboraman. Og'zimdan yomon gaplar chiqib ketadi. Yo'da esa yo'li qilib qo'yaman-da men ham. Nervda bu asab yomonda, nerviniyman. Hozir bo'lsa yuragim zir deb onam menga shu go'shtni ilindi-da. Qaranglar. Bolam og'riyapti, boshqa hech kim kelgan yo'q. Endi ular bilgan ham yo'q, bildirmayapman-da birovlargacha. Onam o'ta mehribon. Shuni qadrini bilmayapman-da, qadrlolmayapman onam. Qo'lim yuqa. Hozir mana shu issiqqina ekan, sovugicha gapirib olay deb, yurakdagi gaplarni gapiryapman-da. Do'stlar do'st bo'lib ajrashib, nima deydi? Yoringdan ham ajraysan ekanda, mana aytganda. Ena hamisha ena ekan, ona ekan, bu ekanda. Hamisha 90 ga chiqsang ham bola bo'yicha qolaverasan, enang 120 ga chiqqanda. Men soqolimga oqlar tushib, katta kishi bo'lib qolganman. Ko'zimga yosh olib, yoshim ham qatib ham qolibdi. Onasi borlar, onanglarni ehtiyot qilinglar. Duosini olinglar. Menga o'xshab og'rib qolsanglar, go'sht qo'g'irib keladi ekanda onanglarchi. Mazada. Rahmat e'tiboringlar uchun.